ijtimoiy tarmoqlar orqali olingan birinchi zakasimiz do'stlar. Xayfason kachaliga bo'ldi. 3 ta zakatovka bor edi. Bittasini o'sha bugun erta qilib yig'ib beraman. Bittasi noshkasi ham tayyor. Ro'yxatga qilib qo'yilgan, quyish kerak. Xullas, qanday bo'ldi? Kecha bundan 2 kun oldin bittaga telefon qilgan. Instagramdan emas, YouTube orqali ko'rib telefon qilgan. Kachalikning narxini so'radi, qayerdaligini so'radi. O'zimizdan yeta bir yarim soatlik yo'l oldi ekan. Telefon qilib gaplashildi. 2-3 kundan keyin o'taman dedi. Bugun keldi. Xayfasonda tayyori bor edi, lekin u zakaz keldi. Ko'rdi, Efil bor tayyor, keyin lola fasonlar bor edi. Ularni ko'rib, eng o'ziga yoqqani o'sha Xayfason bo'ldi. Pulini gaplashdik. Xudo xolasa olib borib yetkazib berishlari bilan gaplashdik. Bugun erta bo'lib, xudo xolasa dushanba kunga bitadi. Kachalik dushanba kunga yetkazib olib borishga harakat qilamiz. O'zi chorshanbagacha stroy oldim. Chorshanbagacha bitkazib beramiz deb gaplashdik, zaklatlargacha olib qoldik. Shu bilan xudo xolasa sezon boshlandi. Bu video nima haqida? Men ijtimoiy tarmoqlar orqali kachalik bo'yicha birinchi zakasimiz. Endi biz agar meni YouTube orqali ko'rib kuzatib kelayotganlar bo'lsa biladi, men hunarmandman o'zim. O'zimizning ishda stulda albatta biz zakaslar olganmiz, bu orqali qilib berganmiz, lekin bu kachalik bo'yicha endi birinchi zakasni oldik. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Albatta bitishlarini ham qo'yaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, do'stlarga ulashib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Chiroyli qilib bitta videoga sig'dirib beraman. O'sha boshidan oxirigacha yetkazib borish, uyga borishgacha jarayonni bitta videoga sig'dirib berishga harakat qilaman do'stlar. Sizlar bilan Quvali bola, Abdurahmon, sog' salomat bo'linglar.